Tarixi Muhammadiy 31-qism Madina Yahudlarining tarixi. Butun dunyodagi Yahudlarning asli vatanlari Falastin o'lkasidir. Uning markazi Quddus Sharif. Bu shahar Tavrot kitobida Ibroniy tili bilan Avrashalaim atalmish edi. Masjidul Aqso va Sahra toshi shu shaharda bo'lib, Ibrohim Halilullohdan boshqa barcha payg'ambarlarning qiblasi edi. Payg'ambarimiz Madinaga kelganlaridan keyin 16 oy Quddus-i Sharifga qarab namoz o'qidilar. So'ngra qibla Baytullohga yo'tkaldi. Hijoz o'lkasidagi Yahudlarning vatanlari Quddus-i Sharif bilan Shom atroflarida bo'lsa ham, Bobul podshosi Buxtan Nasr Quddus-i Sharif ustiga qilgan hujumlaridan va bundan ilgari keyin Rum imperatorlari Nasroniy dini tarafdorlarining zulm tahdidlaridan qochishib chiqqan Yahudlar Arabistonda, Hijozda panoh topishgan edi. Mana payg'ambarimiz davrlaridagi Madina Yahudlari Qur'oni Karimda qissalari bayon qilingan Bani Isroillar, milodiy Isodan ilgari keyin Shom tarafidan hijrat qilib kelgan Yahudlar nasllaridir. Ularning olimlari payg'ambarimizning sifatlarini Tavrot, Injil kitoblarida o'qishib, eshitishgan edilar. Oxir zamon payg'ambari Arabiston tuprog'idan chiqishiga qanoatlari bor edi. Har qachon arablar bilan urushsalar, payg'ambarimizni shafiy keltirib Xudodan nusrat so'rar edilar. Shuning uchun Qur'onda ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ya'ni Yahudlar, kitobiy kofirlar o'z farzandlarini qandoq tanisalar, payg'ambarimizning haqligini shundoq tanur edilar degan mazmunda oyat tushdi. Nechun tanimasinlar kim? O'tgan payg'ambarlarga Allohdan ingan kitoblarda 300 dan ortiq o'rinda payg'ambarimizning sifatlari aytilib, ularga bashorat berilgan edi. Madinadagi Aws, Hazraj arablari bilan payg'ambarimiz chiqmasdan burun Yahudlar so'qishur bo'lsalar, ularga aytur edilar: sizlar shoshmanglar, bu yaqinda oxir zamon payg'ambari chiqur. Barchadan burunroq biz unga iymon keltirgaymiz. Uning tuyg'i ostida sizlardan bir kishi qoldirmay qirarmiz, deyishib, ularni qo'rqitur edilar. Shundoq qilib, payg'ambarimizning chiqishlariga mushtoq bo'lib turishgan Yahud toifalari o'zlarini ko'rishganda qilgan ahd paymonlarini unutib, haqiqatdan yuz o'girdilar. Tavrot, Injil va boshqa ilohiy kitoblarda yozilgan payg'ambarimizning sifatlarini yashirib, bu haqda aytilgan oyatlarni o'zgartirdilar. Yana Qur'ondagi bu oyat shular haqida nozil bo'ldi. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Yani Yahudlar o'zlari Tavrot va Injilda sifatlarini ko'rishgan, oxir zamon payg'ambari kelganida haqiqatni bilib tursalar ham unga iymon keltirmay kofir bo'ldilar. Allohning la'nati kofirlargadir. Yahud olimlaridan yolg'iz Abdulloh ibn Salom iymon keltirdi. Rasululloh Makkadan hijrat qilib Madinaga kelganlarida bir necha kun Qubo qaryasida qishlog'ida turdilar. Odamlar Rasululloh bilan ko'rishgani har tomondan kelgani turdilar. Shular ichida Abdulloh ibn Salom ham keldi.
Bu kishi Yahud qabilasida Bani Qaynuqo raislaridan edi. Rasulullohni ko'rib, Tavrot va Injilda yozilmish sifatlarini to'g'ri topdi. Yuzlariga ko'zi tushgandayoq, yolg'onchi odamning yuzi bundoq bo'lmaydir. Shu muborak yuzlik kishi qandoq yolg'on gapirsin, deb darhol kalima aytib iymon keltirdi. So'ngra aytdi: "Ya Rasululloh, rostlik bilan guvohlik berurmankim, Alloh taoloning haq payg'ambaridirsiz. Bu to'g'rida qilchalik ko'nglimda gumonim yo'qdir" dedi. Shuning bilan o'z uyiga qaytib, xotin bolalarini ham so'zga qondirib dinga da'vat qildi. Ular ham iymon keltirdilar. Ammo bu ishni bir necha kun yahudlardan yashirin tutdi. So'ngra bir kuni Rasululloh huzurlariga kelib: "Ya Rasululloh, butun yahud qavmlari bilur va o'zlari iqror qilurlarkim, men ularning sayyidzodasi, olimi, olimzodasi yururman. Bizning iymon keltirganimizdan haligacha ularning xabarlari yo'qdir. Endi maslahat shuki, barcha yahudlarni chorlab chaqirgaysiz. Ular kelgan chog'ida yashirinib yotgayman. Mening borligimni ular bilmasinlar. So'ngra mening hasab nasabimni, ularning oldida qandoq qadr qimmatim borligini o'zlaridan so'rasangiz, albatta iqror qilurlar. So'ngra: "Ya Rasululloh, ulardan ahd olgaysiz. Shundoqki, Abdulloh ibn Salom agar iymon keltirur bo'lsa, biz yahudlar ham barchamiz iymon keltirgaymiz deb so'z bersinlar" dedi. Bu so'z payg'ambarimizga ma'qul bo'ldi. So'ngra ularni chaqirib keltirganlaridan keyin: "Ey yahud qavmi, voy sizlarning holinglarga, Xudodan qo'rqinglar. Butun olamni yaratguvchi Alloh oti bilan ont ichib qasam qilurman. Sizlarga mening haq payg'ambarligim oydin ochiq, kundin yorug'roqdir. Chunki sizlardan chiqqan barcha payg'ambarlar menga iymon keltirishga sizlardan ahd olganlar. Tavrot, Injil kitoblaridagi mening haqimdagi kelgan oyatlar o'zingizlarga ma'lumdir. Haqiqatga inkor qilmay menga iymon keltiringlar" dedilar. Anda yahudlar: "Ey Muhammad, Tavrotda bundoq oyatlarning borligini bilmaymiz va ko'rganimiz yo'q" deb haqni inkor qildilar. Rasululloh yuqoridagi aytgan so'zlarini qasam bilan yana 3 marotaba qaytarib aytdilar. Yahudlar birinchi navbatda bergan javoblarini yana takror qildilar. So'ngra Rasululloh ularga qarab: "Abdulloh ibn Salom sizlarning ichinglarda qandoq odamdir?" deb so'radilar. Anda barchalari bir og'izdan javob berishib: "U odam bizning sayyidimiz, olimimiz bo'lur" deyishdi. Andoq ersa, u kishi iymon keltirib islom dinini qabul qilar bo'lsa, sizlar ham qabul qilurmisizlar? dedilar. Anda ular: "Albatta qabul qilurmiz" deb barchalari va'da berdilar. So'ngra Rasululloh: "Ey ibn Salom, uydan chiq" deb chaqirdilar. Yahudlar bu nima holdir deb hayron qolishib turgan chog'da u uydan chiqib keldi. Anda Rasululloh aytdilar: "Ey ibn Salom, senga 3 savolim bordir. Birinchisi, Alloh haqida aytgil. Mening haq payg'ambarligimni bilmasmisan? Ikkinchisi, Tavrot, Injil kitoblarida yozilmish sifatlarimni ko'rmadingmi? Uchinchisi,
mening zamonimni topguvchi ahli kitoblardan menga iymon keltirib tobe bo'lishlari uchun Xudo tarafidan ahdi paymon olinmaganmi? Anda Abdulloh ibn Salom aytdi: yer u ko'kni yaratuvchi Alloh oti bilan qasam ichib guvohlik berurman. Siz oxir zamon haq payg'ambari erursiz. Tavrot, Injilda yozilmish sifatlaringizni barchamiz tilovat qilurmiz. Sizga iymon keltirish to'g'risida butun ahli kitoblardan Alloh ahd olgani haqdir. Ey Yahud qavmi, Xudodan qo'rqinglar. Muso va Harunga Tavrot kitobini indirguvchi Alloh haqqi qasam qilib guvohlik berurman. Muhammad alayhissalom Allohning quli, oxir zamon payg'ambaridir. Bu ishning rostligini barchamiz bilurmiz. Shundoq ekan, islom dinini qabul qilib iymon keltiringlar dedi. Anda Yahudlar bir zum ilgari bergan ahdlarini buzib, o'zlari ishonch ko'rsatgan Abdulloh ibn Salomdan yuz o'girdilar. Payg'ambarimiz oldida ul kishiga kelishmagan yomon so'zlar aytgani turishdi. Buni ko'rib alardan Rasululloh umidlarini uzdilar. Bu yig'ilgan Yahudlar ham shundoq ulug' ne'matdan benasib bo'lib tarqashdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada turgan chog'larida Quraysh mushriklaridan, keyin bu yerlik munofiqlardan ham to'la aziyat tortdilar. Buning ustiga Arabiston yahudlaridan, ayniqsa madinaliklar alarga ko'p qo'shimcha bo'ldi. Bularning dushmanliklari barchalaridan ham qattiqroq edi. Ochiqdan ochiq ziyon yetkazish yo'lini topolmasdan yashirin ravishda qasd qilishga kirishdilar. Shundoqki Labid ibn A'som degan yahudi Rasulullohga sehr qildi. Alardan bir yosh o'g'il kelib Rasulullohga xizmat qilib ketardi. Shu orqali siniq soqol taroqlarini, yana bir necha tola muborak soqollarini oldi. Bularni yoyning, kamonning ipiga qo'shib 11 tugun tugdi. Bu tugunlarga igna sanchib, o'zicha maxsus amallari bilan sehr bog'ladi. Bu jodu sehrlik tugilgan iplarni Zarvon ismli quduq suvi ichida bir og'ir tosh tagiga bostirib qo'ydi. Bir necha kun ichida bu sehr ta'sirida Rasulullohning mijozi shariflari bir oz o'zgardi. Buning muddatida 1 yil yoki 6 oy yoki 40 kun deyilgan 3 rivoyat bordir. So'ngra Jabroil alayhissalom kelib bo'lgan voqeadan xabar berdilar. Rasulullohning amrlari bilan Hazrati Ali borib ul jodu amallarini quduqdan topib chiqdi. 11 tugunlik sehr ta'sirining raddiga 11 oyatlik 2 sura Falaq va Nas suralari nozil bo'ldi. Jabroil har oyatni o'qiganda bir tugun yechilar edi. 11-tugun yechilishi bilan sehr ta'siridan hech asar qolmay, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sog'lom bo'ldilar. Lekin shuni bilmak kerakki, bu sehrning ta'siri oz, ko'p muborak jasadlarida ma'lum bo'lgan edi. Ammo aqllarida zarrachalik o'zgarish yo'q edi. Shuning uchun payg'ambarlikka bu ishning hech qanday nuqsoni yo'q edi. Agar insoniy tomonga boqilsa, turli jismoniy hodisalar payg'ambarlarga ham bo'lishi mumkindir. O'tning kuydirishi, suvning ho'l qilishi, yolg'iz tabiatlari bilan bo'lmay, Alloh izni bilan bo'lganidek, sehrning ta'siri ham Allohning iznisiz bo'lmaydi.
Qur'ondagi وَمَا هُمْ بِزَرِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ya'ni sohirlar, sehr qiluvchilar Allohdan izinsiz hech kimga zarar yetkaza olmas degan oyat bunga ochiq dalildir. O't o'chirishga suv qandoq kerak bo'lganidek, sehr amalni buzishga ham uning sababini topmoq kerakdir. Shuning uchun Rasululloh buni rad qilish yo'lini ummatlariga o'rgatdilar. Sehr amallari bilan zararlanish, ko'z tegib, undan ziyon ko'rishlik burundan beri dunyoda bo'lib kelgan ishlardir. Buning borligi Qur'onda va hadis kitoblarida ochiq bayon qilinmiştir. Shuning uchun diyonat ahillarida bu narsalarni inkor qiluvchilar yo'qdir. So'ngra Rasululloh sehrchi Labid ibn A'somni chaqirib, undan so'radilar. U ham bu ishni qilganiga o'zi iqror bo'lib bo'yniga oldi. Yahudlar bir qancha tillo berishib meni qiziqtirgan edilar. Aqchaga aldanib bu ishni qildim deb Rasulullohdan kechirishni o'tindi. Oliy axloqqa ega bo'lgan payg'ambarimiz uning gunohidan o'tdilar. Bu yahudlarning Rasulullohga har vaqt dushmanlik qilishlariga eng zarur yordamchilari Madina munofiqlari edi. Bularning sonlari bir rivoyatda kelishicha 300 ga yaqin bor edi. Bu munofiqlarning raislari Abdulloh ibn Ubay o'lgunchalik payg'ambarimizga qattiq dushmanlik bilan dunyodan o'tdi. Munofiq deb Qur'onda tili musulmon, dili kofir kishilarni aytilur. Tilida iqror qilib musulmon bo'lsa, ko'nglida shak keltirib kufr saqlasa, mana shundoq odam chin munofiqdir. Shariat oldida ko'rinov kofirdan yashirin kofirning gunohi qattiqroqdir. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar ya'ni bu oyat bilan munofiqlarga qattiq jazo berishni bildirdi. Ya'ni munofiqlar do'zaxning eng ostingi qavatiga tushadilar dedi. Qur'ondagi Munofiqun surasi mana shular haqida nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz bularning og'zaki iymon aytishlariga qanoat qilib, islom haqida qancha ko'p qilgan xiyonatlariga qarshi sabr etdilar. Chunki u kunlarda ilohiy tomondan berilgan buyruq shundoq edi. Va Rasululloh har vaqtning siyosatiga qarab ish qilur edilar. Olamda sababsiz hech bir ishning vujudga chiqishi mumkin emasdir. Bu munofiqlarning Rasulullohga qanchalik qattiq adovat tutishlariga sabab shul ediki, Rasululloh Madinaga kelmaslaridan ilgari Abdulloh ibn Ubayni Madina arablari podshoh qilmoqqa ittifoq qilgan edilar. Bunga atab toju taxt ham tayyorlagan edilar. Shu orada islom voqeasi qo'zg'alib qoldi. Rasululloh hijrat qilib Makkadan Madinaga keldilar. Chin yuzaga chiqib yolg'on yo'qoldi. Haqiqat keldi, botil buzildi. Odamlar u munofiqning tilagidan tondilar. Musulmonlar u amalparastning istagini eslaridan chiqazdilar. Mana bu ish so'ngida uning boshiga qiyomat qo'pdi. Butun vujudini hasad o'ti o'rtadi. Barcha olamga yetgan rahmatan lil olaminning fayzidan bu munofiqning bir tola tuki ham bahra topmadi. Dunyo va oxirati bu o't ichida tamom kuyib kul bo'ldi. Bayt. Yetar rahmat suvi ko'k kavkabina, yetishmas qatrai gumroh labina. Shuning uchun aytdilar:
Har dushmanlikning sababi agar hasaddan boshqa narsa bo'lsa, undoq dushmanlik do'stlikka aylanishi mumkindir. Ammo hasaddan chiqqan dushmanlik bo'lsa, buning do'st bo'lishi mumkin emasdir. Misoli otamiz Odam bilan Iblis alayhilla'naning dushmanligidir. Bu dushmanlik hasad sababidan boshlangani uchun avlodlari orasida shunchalik dushmanchilik qiyomatgacha davom etmoqdadir. Shunga o'xshash dunyodagi boylar va chog'oylar, kambag'allar o'rtalarida uzluksiz dushmanlikning davom etmagi shu hasad qo'zg'alishining ayrilmas natijasidir. Bu hasad o'tini iymon suvidan boshqa narsa bilan hech qachon o'chira olmaydilar. Shuning uchun insoniyat olamining islohiga haqiqiy islomiyatdan o'zga hech chora yo'qdir. Bu haqiqat qachon yuzaga chiqar ekan, uni Alloh bilar. Yana maqsadga kelaylik. Endi shu yuqoridagi so'zlardan ma'lum bo'ldi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlaridan keyin ikki toifadan qattiq qarshilik ko'rdilar. Birinchisi Madina munofiqlari, ikkinchisi shu yerlik yahudiylar edi. Shu vaqtning sharoitiga qarab munofiqlardan til iqrorini qabul qildilar. Shunga o'xshash yahudlar bilan ahdnoma tuzdilar. Uning mazmuni bir-birlariga zarar yetkazmaslik, musulmonlarga qarshi harakatda bo'lmaslik, Madina ustiga boshqa dushmanlar tarafidan hujum boshlangan holda musulmonlarning yordamida bo'lishlik, shu so'zlar ahdnomada shart qilib qo'yilgan edi. Madinaga kelganlariga oradan 13 oy o'tdi. Shu muddat ichida hech yerda diniy jihad qilmadilar. Dinga kirgazish qasdida hech bir qabila bilan urushmadilar. Bu to'g'rida Xudo tarafidan ham jihodga izn berilmagan edi. Balki dinga da'vat qilishda sabr bilan tebranib, tadrijiy ravishda ish olib bormoqqa buyurilgan edi. Ahqof surasida فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فلا تستعجل لهم. Ya'ni o'tgan ulug' payg'ambarlar sabr qilgandek ey Muhammad, sen ham sabr qil. Mushriklarga tezdan azob kelishini tilama degan mazmundagi oyat shu haqda nozil bo'ldi. Xudo tarafidan g'azot qilishga ruxsat bo'lgunchalik haqiqatni tushuntirish, bilmaganlarni bildirish yo'li bilan xalqni dinga da'vat qildilar. Urush talashga hech kimni qiziqtirmadilar. Bunga shoshilgan kishilarni qattiq qaytardilar. Chunki insonning vujudi Allohning imoratidir. Buni buzishga Allohning rizoligi yo'qdir. Haqiqatni yuzaga chiqarishga butun yo'llar yopilsa, inson olamining tanasida harom qon to'lib toshganligidan umumiy halokatni yuzaga keltirish qo'rqinchisi bo'lsa, buni qaytarishga qon olishdan boshqa chora topilmasa, yana shu chog'dagina Qur'on hukmida aql oldida jihodga urushga ruxsat qilinadi. Chunki inson islohi uchun qo'llaniladigan choralarning eng oxiri qilichdir. Makka mushriklari Rasulullohga qilmagan yomonliklari, ko'rsatmagan jabr jafolari qolmagan edi. Buning ustiga u zotni o'ldirishga ham qasd qilgan edilar. Oxiri o'z vatanlarini tashlab chiqishga majbur qildilar. Endi u dushmanlarning dahshatli dardlariga qon chiqarishdan boshqa chora qolmagan edi. Mana shu chog'da quyidagi oyatlar payg'ambarimizga nozil bo'lib, urushga izn berildi. Va qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum va la ta'tadu
واهتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ma'nosi: ey mu'minlar, sizlar bilan urushganlar bilan Xudo yo'lida urushinglar. Ammo urush ishlarida chekdan tashqari chiqmanglar. Chunki Alloh taolo har ishda haddidan oshguvchilarni yaxshi ko'rmaydir. Kishi qo'lidan keladigan har bir ishlarda islom qonuni uchun uni adolat qilishga buyuradi. Shuning uchun hayot kunlarining eng og'ir kunlarida bo'lgan so'qish vaqtlarida ham shuni rioya qilmoqqa amr etmishdir. Hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Alloh taolo har ishda bandalaridan ihson qilmoqni istaydi. Bu hadisdagi ihsonning ma'nosi bir kishi ikkinchi bir kishiga in'om qilish, xayr ihson berish ma'nosida emasdir. Balki buning ma'nosi har bir kishi o'z qilgan ishini birinchidan shariatga to'g'ri kelgudek, ikkinchidan aqlga yoqqudek qilib ishlamoqdir. Bu hadisning ko'rsatishicha har kasb o'z kasbini, har hunarmand o'z hunarini qo'lidan kelganicha yaxshilab ishlashi kerakdir. Insonning qiladigan ishlari dunyo tirikchiligiga tegishlik yoki uning oxiratiga foyda berarlikdir. Bularning har birida ham ihson bordir. Ibodatdagi ihson shuki, Alloh oldida turgandek, Allohning o'z ko'zi bilan ko'rib turgandek ogohlik bilan ibodat qilmoqdir. Chunki Rasululloh aytdilar: Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ma'nosi: namoz o'qib ibodat qilgan chog'ingda sen Allohni ko'ra olmasang ham u seni ko'rib turadur. Shuning uchun sen ham Allohni ko'rib turgandek hushyorlik bilan o'qishing kerak. Yana rivoyatda shundoq kelibdir: sahobalardan bir kishi vafot topdi. Payg'ambarimiz uni uzatib qabristonga keldilar. Mayit o'lik qabrga qo'yilgandan so'ngra lahat og'ziga go'rkov kesak terdi. Bular orasida biroz joy ochiq qolganini Rasululloh ko'rdilar. Darhol shu joyga to'g'ri kelgudek bir parcha kesak olib, uning qo'liga berdilar. Bu bilan u teshikni berkit dedilar. Anda go'rkov turib: "Ya Rasululloh, bir oz kundan keyin bu qo'yilgan kesaklar ham to'kilib ketar. Bunchalik kichik teshiklarni to'sib bo'ltirishning hojati yo'qdir" dedi. Anda Rasululloh: har hunarmand o'z hunarini, har ishlovchi o'z ishini yaxshilab qilsa, Alloh uni do'st tutgay. Sen ham o'z ishingni yaxshilab qil dedilar. Rasulullohning shu yuqorida aytgan hikmatli so'zlari hamma ummatlariga ikki dunyoda foydalanish uchun yetarlik nasihatdir. Yana o'z so'zimizga kelaylik. Yuqoridagi oyat hukmiga qarab, eng avval Quraysh mushriklariga qarshi jihad qilmoqqa tayyorgarlik ko'rdilar. Chunki u oyat mazmunida urushganlarga qarshi urushgin deb buyruq berilgan edi. Bu to'g'rida urush boshlaganlarning birinchilari Quraysh mushriklari edi. Shuning uchun payg'ambarimiz Makka ahlidan boshqa arablar bilan yarash yo'lini tutdilar. Qachonkim ular ham dushmanlarni yoqlab musulmonlarga yog'iylik qilib edilar,
Shu chog'da bu oyat keldi. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. Ya'ni sizlarga qarshi dushmanlik ko'rsatuvchi barcha mushriklar bilan urush qilinglar degan mazmundagi butkul arab putparastlari bilan g'azot qilmoqqa buyruq bo'ldi. Mana shu kundan boshlab jihod davri boshlandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning umri ichida qilgan safarlari 4 turlik edi. Birinchisi hijrat safarlaridirkim, Makkadan chiqib Madinaga keldilar. Ikkinchisi hijratdan so'ngra 6-yilning oxirlarida umra ibodatini qilish niyati bilan 1500 kishi birgalikda Madinadan Makkaga safar qildilar. Bu safarlarida Quraysh mushriklari to'sqinlik qilib umralari qazo bo'ldi. Makkaga kirisha olmasdan Makka bilan Jidda oralig'ida Hudaybiya degan yerda bir necha kun turganlaridan keyin yana Madinaga qaytdilar. 10 yillik muddat bilan mashhur Hudaybiya sulhi shu o'rinda tuzilgan edi. Sulh shartining yo'siniga bir yil o'tgandan so'ngra o'tgan yildagi safar yo'ldoshlari bilan Madinadan chiqib Makkaga kelib qilolmay qolgan umra qazosini o'tab yondilar, qaytdilar. Uchinchisi haj safarlari edikim, qudrati yetgan har bir mu'minga buni ado qilish farz bo'ldi. Hijratning 10-yilida payg'ambarimiz 90 ming kishi birgaligida shu haj safariga chiqdilar. Haj farz bo'lgandan keyin bundan boshqa haj qilmadilar. Bu hajlarida butun ummatlari bilan vidolashdilar. Shuning uchun buni vido haji deb atadilar. 4-si g'azot safarlari edi. Payg'ambarimizning butun umrlari ichida qilgan safarlarining eng ko'prog'i ham shuldir. O'zlari bosh bo'lib 27 ta g'azotga chiqdilar. 47 marotaba yo'rtaval yo'sinida sahobalardan bir bo'lak askarlarini g'azotga chiqardilar. Qilgan safarlarning barchasi 74 yurish bo'ldi.